Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi bemorimiz Begzodjon 8 yoshda klinikamizga ko'rish o'tkirligining pastligi shikoyati bilan murojaat qilib kelishdi. Tekshirganda ko'zlarida -2,5 aniqlandi. Qolgan ma'lumotlarni oyisidan eshitamiz. Assalomu alaykum barchalaringizga. Biz haqiqatan ham o'g'limda shunday uzoqni ko'ra olmaslik nimasini sezganimizda DMS klinikasiga kelib Sherzod Valijonovichga tekshirtirdik. Birinchi tekshiruvdan o'tganimizdan keyin o'g'lim haqiqatan ham uzoqni yaxshi ko'ra olmasdi. U kishining tavsiyalari bilan tungi linzalarni tavsiya qildilar bizga. Hozirgi kunda 2 oydan beri tungi linzalardan foydalanyapmiz. O'sha natijasida hozir o'g'lim tungi linzalar natijasida kunduzi bez ochki linzasiz yaxshi ko'ra olyapti. Bizga bu linzaning foyda tarafi sportga bemalol qatnasha oladi bez ochki. Bizni qoniqtirdi bu natija. Shuning uchun rahmat aytamiz vrachimizga kattakon. Agar sizning farzandingizda ham ko'zida ko'rish o'tkirligining pastligi bo'lsa, ko'zda miopiya bo'lsa va miopiyani o'sayotganini sezsangiz va ochki taqtirishda muammolar bo'layotgan bo'lsa, tungi linzadan foydalanishingizni tavsiya qilamiz.